faraz qilib boqqanmi? Yer shari bo'lsa olamdagi bir tal hujayra bo'lishi mumkin. Sizce mana shu butun olam shundaqmi? O'ylab baqdingizmi? Ko'zatkilib bo'ladigan olamning sirtida balkim yana biz sanab bo'lolmaydigan ko'p olam mavjud bo'lishi mumkin. Bu bo'lsa yer shari. İnsanlar hozirgacha bilgan birdan-bir hayotlik mavjud bo'lgan planet. Sayohatchi nomor bo'ychiqdan uchib o'tgan vaqtda uning simoyi darvaqa bizni bir oz hayajonlantirdi. Bu mavjud bo'lganiga 4 milliard 600 million yil bo'lgan planetda insonlar necha ming yil vaqt sarf qilib bugungidek madaniyatni barpo qildi. Ham mag'rurlik bilan o'zini yer sharining xo'jayiniga aylandik deb qaradi. Lekin yer shari boshqa xil shaklda insonlarni ogohlantirdiki, amaliyot undaq emas. İnsanlarning o'rmonlarni xohlagancha kezishi latqi sheg'illik eqin ziynning ko'payishini keltirib chiqadi. O'rmon o't opti, dengiz toshqini, kalkun, qora quyun, qor yomg'ir, muzliqlarning erishi, tarqalichan zukam qatorliq kasal va tabiiy ofatlar har vaqt yuz berib turadi. İnsanlarning ilgirlash yo'lida yer shari har vaqt ularni ogohlantirib turadi. Oila faqat birla. İnsanlar xohlagancha buzg'unchilik qilsa, cho'qim oqibatni ustiga oladi. Gerçi olimlar canlıqlar nesli qurishning sur'atini ostiltish uchun to'xtamay tirishayotgan bo'lsa-mu, lekin faqat ularga tayansak, bu hech nimaga asqatmaydi. 18-asrdan boshlab hozirgacha bo'lgan necha 100 yil ichida insonlar fan texnikasining taraqqiyoti sifat xarakterlik ilgirlashga erishdi. O'xshashlar yer shariga nisbatan sifat xarakterlik buzg'unchilik paydo qildi. Biz birlikda raqobat yo'q, yolg'onchilik yo'q, inoq ittifoq bo'lgan o'tmishga qaytaylik. Bir madaniyatda siz mayli qaysi xildagi odam bo'ling, siz xushal bo'lib baqqan, echilib baqqan, muhabbatga ega bo'lib baqqan, do'stlikka erishib baqqan, qarindoshlikni his qilib baqqan. Lekin bugun insonlar taraqqiyot uchun hammasi allaqachon niqob taqib oldi. Ular hargizmi o'tmishdagi o'zi emas. Yana necha yuz yildan keyin yer sharidagi ko'p qism boyliqlari xo'rab tugaydi. Vaqti kelganda insonlar faqat boshqa xil usulda yoki planetlar aro ko'chman bo'lish orqali ondan hayotlikni davomlashtira olishi mumkin. İnsanlarning necha ming yillik madaniyatini asliginimizda yer sharining 4 milliard 600 million yillik tarixiga nisbatan faqat ko'zni yumib ochquchili vaqt bo'lishi mumkin. Lekin insonlar yer sharida paydo qilgan yara mangu yo'qolmaydi. Bu nima degan odamni maftun qiladigan bir planet. Dal mush yerda nihoyat ko'p ishlar yuz bergan. Siz so'ygan har bir odam, to'nigan har bir odam, anglab baqqan har bir odam, tarixdagi har bir odam hammasi uning ustida yashab baqqan. İnsanlar tarixidagi barliq xushallik va azob, necha ming xil dinlar, informatsiyasi va iqtisodiy ideyalar, barliq o'g'lug'uchilar va umid uzguchilar, barliq qahramon va to'g'ri yuraklar, barliq madaniyat barpo qiluvchi va vayron qiluvchilar, barliq podshohlar va dehqonlar, barliq muhabbat qaynimiga cho'mgan yoshlar, barliq ota-onalar, umid to'lib toshgan bolalar, kashfiyotchilar va izlanguchilar, barliq axloq mualliflari, barliq darajadan tashqari cho'lponlar, barliq oliy rahbarlar, barliq ulug'lar va gunohkorlarning hammasi mana shu bo'shliqda laylab turgan quyosh nuriga cho'mgan chan to'zon ustida borliqqa kelgan. Har bir odam oxirida o'lib ketadi. Hayotlik abadiy emas. Hamon bir kuni xotimasi bo'ladi. Shunga eng oxirgi bir jumla so'zni o'zingizga qoldiray.